Bularning asosida alkogol turibdi. Birinchi o'rinda. Keyin narkotik turibdi. Keyin boshqa haligi o'ziga xos bo'lmagan urf-odatlar, o'ziga xos bo'lmagan stereotiplar turibdi. Ammo bu stereotiplarning boshida istaysizmi, istamaysizmi? Shu ichimlik ham turibdi. Nima o'zbek millati umuman ichmaganmi? Yo'q. Men qo'shilmayman bu fikringizga. Ichgan, ichyapti, ammo biladi qayerda ichishdi. Mana bu qayerda boshqa, ichishni mana bu biladi. boshqa gap. Qayerda ichishni biladi. Siz Va qanday farzandingizga ichishni biladi. to'xtang. Siz farzandingizga, bizning aholimiz o'zining farzandiga aholi o'z orasida madaniy dam olishda ichish ham mumkin ekanligini biladi-yu. Lekin bu yerda turib biz Yevropadan kelgan deb turib buni ichmasak, bu tadbirlarni o'tkazmasak, yana Afg'oniston bo'lamiz, kechirasiz-ku. Oxirgi paytda bu tomonga qarab ketishimiz juda ko'payib ketyapti. Hozir biz shu muvaffaqiyatlarni erishganimizda bizga PIV festivallar yordam berdi. Kechirasiz. Bu tadbirlarning nihoyatda katta ta'siri birinchi o'rinda yoshlarning dunyo qarashiga, erkinligiga katta ta'sir qiladi. Agar biz bunaqangi tadbirlarni o'tkazmasak, demak biz ma'lum ma'noda yoshlarning dam olishini tashkil qilmagan bo'lamiz. Va ular yashirin holatda o'tkazishga o'tadi. Biz bu jamiyatni bugungi kunda aytaylik O'zbekiston falonchi aytaylik Germaniya yoki Amerika deb gapirish juda orqada qolib ketdi u. Bugun shu yerda ekranda hammasini ko'rib turibmiz. Demak biz orqada qolmasdan o'sha narsa boshlanibdimi? O'sha narsani bizda ham o'tkazish va zamonaviy va qonuniy o'tkazishni ta'minlashni tashkil qilaylik bo'ldi. Va orqasidan o'tirib bu yerda unday bo'pti, bunday bo'pti, xalqdan so'ramabdi. Kechirasiz. Bittalab hech kimdan so'rab chiqilmaydi. Hokimiyat javob beribdimi? Demak bu qonuniy. Kimgadir yoqmayaptimi? Kechirasiz. Hokimiyatdan javob berilgan. Tamom. 100% qo'shilaman, lekin siz bilan biz yaxshi tomonlardan andoza bo'lishimiz kerak. Yangi narsalarning kirib kelishiga men qo'shilaman. Ahmad aka, yangi narsalarning kirib kelishiga qarshilik emas. Biz insonlarning o'z taqdirini o'zi hal qilish tamoyilini hurmat qilamiz, lekin bu yerda boshqa insonlarga zarar yetkazmaslik nuqtai nazaridan va aholini kundalik turmushlariga va aholining kundalik hayotiga noqulaylik tug'dirmasligi uchun Qo'shilaman.